Assalomu alaykum aziz ayollar. Yosh qizlarda fibroadenoma rilsini qo'yganimda juda ham ko'p savollar kelib tushdi. Hammaga javob yozishga ulgurmayapman. O'shaning uchun bittada javob berishni lozim topdim. Ko'p tushgan savollarda bunday holatda uchramaslik uchun nimalarga ahamiyat berish kerak degan savol. Bu asosan gormonal o'zgarish hisobiga kelib chiqadi fibroadenoma. Shuning uchun har bitta qiz bolani, ayol kishini gormonal holatini to'g'irlash kerak. Bu shu gormonlar bilan bog'liq bo'lgani uchun vaqtida uxlash kerak, modda almashinuviga e'tibor berish kerak, buqo bezi javob beradi, unga e'tibor berish kerak, jenskiyda shamollash kerak emas va albatta bu nasliga bog'liq bo'ladi. Mana shu narsalarga ahamiyat berish kerak va stress holatlari kam bo'lishi kerak bo'ladi. Keyingi savol, operatsiyadan so'ng fibroadenoma yana paydo bo'lmaydimi degan savol. Bu savollar o'zi bu savollarga hammasiga men YouTube kanalimda podrobno batafsil yozganman, aytganman. O'shandan ham ko'rib olsanglar bo'ladi. Biz hozir ссылкасini qoldiramiz YouTube kanal. Bu savolga javob, agar fibroadenoma bitta bo'lsa, qaytib o'sib chiqish holati kamdan kam bo'ladi. Agar ikkita va undan ko'p fibroadenomalar yoki fibroadenomatoz bo'lsa, paydo bo'lishi ehtimoli oshib boradi. Keyingi savol, organizmga nojo'ya ta'siri bo'lmaydimi? Fibroadenomani organizmga nojo'ya ta'siri yo'q, lekin statistik ma'lumotlarga qaraganda fibroadenomalar ba'zida rak saratonga aylanish ehtimoli bo'lgani uchun bularni razmerlariga, o'sish jarayoniga qarab, holatiga qarab xirurgik jarrohlik amaliyotini qo'llaymiz. Keyingi savollar, bola emizishga ta'siri yo'qmi? Yosh qizlarda fibroadenomalar hozir juda ham ko'p. Yosh qizlarda biz alohida podxod qilamiz, ya'ni boshqa texnikalar bilan ishlaymiz. Bu yerda iloji boricha sut yo'llariga tegmaslikka harakat qilamiz. Shunda bola emizish ehtimoli oshadi, ya'ni 100% bo'ladi. Lekin shunaqa holatlar bo'ladi, sut yo'llarini albatta biz tegib qo'yishimiz kerak holatlar bo'ladi. Unda shu qizlarga emizishingiz balkim qiyin bo'ladi yoki emizolmaysiz. Shuning uchun homiladorlik vaqtida bir kelib ko'rinib keting degan tavsiyalarimizni beramiz. Operatsiyadan so'ng yana yiring to'planish ehtimoli bormi? Necha martalab yiring olish mumkin? Meni praktikamda alhamdulillah yiring to'planish holatlari bo'lmagan. O'shaning uchun yiring to'g'risida men ma'lumot bera olmayman, lekin fibroadenoma olgandan keyin u yerda suyuqlik chiqadi, ya'ni to'qimani suyuqligi yig'ilishi mumkin. U suyuqlik organizmni ko'p holatlarga bog'liq, chunki qaysi holatlarga, например, prolaktin oshib ketgan holatlar. Lekin siroz suyuqlik individual holatda yig'ilishi mumkin. Uni necha marta olinishini men ayta olmayman, chunki har bitta organizm bu individual. Eng ko'p berilgan savol narkoz to'g'risida. Narkoz to'g'risida savollarga men javob berishim sal qiyinroq, chunki narkoz o'tkazgan odamlar, ya'ni mana shu fibroadenomani oldirgan bemorlarimdan iltimos qildim va keyingi rilsimda albatta narkoz to'g'risida qo'ymoqchiman, kuzatib boringlar.